Salom do'stlar, sizlar bilan Fantomuz. Bugun biz sizlar bilan server o'ynaymiz. 1.21 versiyada. Qani go. O'tgan safar sizlarga serverga kirish haqida o'rgatgandim. Bu safar sizlarga serverda qanday qilib juda ham ko'p pul topishni o'rgataman. Birinchi bo'lib server tanlab olamiz. Mana serverga kirib oldik. Endi sizlarga qanday tez pul topish yo'lini o'rgataman. Mana menda 154 ming pul bo'lib ketgan. 154 ming pul bo'lib ketgan. O'zi birinchi kirgan paytlaring 20 minggina pul beradi. Sizlar yaxshi pul topishlaring uchun birinchi o'rinda sizlarga bitta kirka kerak bo'ladi. Olmos yoki farqi yo'q, qanday kirka olishingizga. Muhimi rudalarni chopsa bo'ldi. Bizcha to'g'ri chopsa bo'ldi. Hozir bularni sotib beraman, chunki bularga silkitoch qo'yib qo'ygan. Bular bilan rudalarni esa rudalarni o'zi tushadi bitoni bilan. Sotib olaman bularni. Ko'rdinglar, juda ham ko'p pul beradi. Sizlar bir boshidan kuchayishni o'rgataman. Birdan olmos kirka emas, boshidan temir kirkada o'rgataman. Birinchi o'rinda temir kirka yasab olamiz. Mana temir kirkani yasab oldik. Endi shu rudalarni terib olamiz. Bizga bu rudalar kerak emas. Bizga faqatgina temir, oltin va olmos rudalar kerak bo'ladi. Ularni hozir XP yig'ish uchun kuzyapman. XP ham juda ham kerak bo'ladi bu o'yinda, kirkani sehrlash uchun albatta. Bu serverda hamma xohlagan narsangizni sindirsangiz XP beradi. Faqatgina sindirib bo'ladigan masalan mana bu yerdagi narsalarni sindirib bo'lmaydi. Faqat mana shu yerda chiqqan narsalarni sindirib bo'ladi. Ozgina kutamiz. Har 3 minutda bu shaxta yangilanadi. Mana odam hozir menga olmos berdi. Rahmat bilan. Rahmat. Agar o'ynasanglar ba'zi odamlar ham shunday narsalar berib turishi mumkin. Bu olmos bilan rahmat brat, lekin menga kerak emas. O'zimda nezirit bilan nalarim bor. Birat pulimni ko'rmadilar menimcha. Kerak emas. Rahmat. Mana bolalar olmos ham yig'ib oldik, normalni. Mana temirlar va oltinlarni ham qoldirib ketamiz. Buni ham olish kerak va juda ham kerak bo'ladi ular. Pulni ko'paytirish uchun albatta shular ham kerak bo'ladi. Bu men o'rgatadigan taktikani hali uncha ko'p odam bilmaydi. Shuning uchun sizlar birinchi bo'lib sizlar obunachilarimga o'rgataman. Hozir hamma mining qilib bo'lgandan keyin videoda yana yoqaman. O'chirib turay. Mana mining ham qilib bo'ldik. Endi sizlar nima qilishni ko'rsataman. Birinchi o'rinda yana shu yerga kelib olasizlar. O'zi o'yinga kirganlaringda taxta beradi. Taxta juda ham ko'p, bir stakdan ham ortiq manimcha taxta bersa kerak. O'sha yerda taxtani olasizlar, buni cho'qqa olasizlar. Birat yana olmos berdi menga, rahmat birat. Shu biratga ham yaxshilik qilamizmi? Shu biratga ham bir yaxshilik qilaylik. Birat, sizga ham bir yaxshilik qilaylik, Nima bersa bu biratga mana shuni beramiz. Mana birat, keling birat. Men beraman hammasiga. Sen oltin olma bersam sehrlangan oltin olmani topish juda ham qiyin. Men birat. Sizga. Ketdim. Uchib ketdim.
Sakrama. Mana shunaqa sakraydigan joylardan ehtiyot bo'lasizlar, urib qolishlaring ham mumkin. Mana cho'pam qilib oling, shunday kirasizda. Bitta mana shunday qilib kubalar qilich yasab olasizlar. Qilichni o'zimiz ishlatamiz deb o'ylamanglar. Qilichni sotamiz hozir. Temirdan ham hammasidan bitta qoldi. Bitta qolgani uchun hammasidan lapatga solamiz. Mana oxirgisi. Endi esa mana do'kon mana shu yerda, mana shaxtdan oldida. Shaxta mana bu yerda do'kon. Hamma ehtiyot bo'linglar. Sakrab ketsalar o'lishlaring mumkin yo'lda. Keyin borasizlar. Hamma qilichlar va lapatkalarni sotasizlar. Qarang, juda ham ko'p pul beradi. Ba'zi vaqtda kam pul berishi ham mumkin, lekin baribir ham ko'p pul beradi. Olmos kirka yasamamiz. Olmos kirka yasa olasizlar agar sizlar shunday ko'p olmos topsanglar. Ko'rdinglarmi? Juda ham ko'p pul beradi. Shu qilichlarni hammasini sotamiz birinchi o'rinda. Bloklarni har juda kam, shuning uchun bitta olmos sotsiz bitta olmos beradi. Undan ko'ra uni bitta lapatga qilsangiz 1000 ta pul ham berib yuborish mumkin. Hozir server перезагрузка bo'ladi 50 sekunddan keyin. Ungacha sizlarga video olib ko'rsataman. Перезагрузка bo'lishdan oldin o'zi qotadi. Mana shu oldagi kelasizlarda pul yiqqanlaringdan keyin yaxshiroq narsa topasizlar. Keyin o'sha narsani sotib olasizlar. Перезагрузка bo'lgancha video to'xtatib turamiz. Mana serverlarni перезагрузка bo'ldi. Endi Branya qidiramiz. Chekir bo'lar. Har kirib chiqqaningizda 50 sekund vaqt bo'ladi, keyin kirasiz. Juda ham ko'p. Chunki yoqmaydigan ba'zilarga menga yoqmaydi. Hozir qaysinga bilmadim. Yana shuni deb qo'ydim. Keyin Branya olgan videomda men shorts qilib chiqaraman keyingi videoda albatta. Albatta obuna bo'lib qo'yib ko'rishingiz mumkin. Sizlarga videom yoqqan bo'lsa, podpiska va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Eng keraklisi podpiska. Podpiska bosmasalar qaranglar, xafa bo'laman. Olmoslanishtiramiz. 172 ming ketdi. 150 mingga ko'rdinglar. Pul yig'ish bu yerda juda ham oson. Faqatgina mehnat qilish kerak. Videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'ying. Unda xayr.